Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensionerlar endi ayrim muassasalar ostonasiga kiritilmaydi degan gaplar odamlar orasida katta xavotir uyg'otmoqda. Bu axborot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki pensiya yoshidagi yaqin insonimiz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki birgina noto'g'ri tushuncha odamni eshikma-eshik yurishga, hujjat yo'qotishga yoki o'z huquqidan voz kechishga majbur qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda aniq misollar bilan nima o'zgarganini, kim xavotir olishi kerakligini va kim xotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntiraman. Avvalo men eng muhim narsani aytaman. Pensioner bo'lishning o'zi hech qayerga kirishni avtomatik taqiqlamaydi. Ya'ni odam faqat pensiya yoshida bo'lgani uchun poliklinika, bank, mahalla, soliq idorasi, pensiya jamg'armasi, notarial idora yoki boshqa davlat xizmatiga kiritilmaydi degan qoida umumiy tarzda mavjud emas. Lekin amaliyotda ayrim muassasalarda kirish tartibi kuchaytirilgani, ayrim xizmatlar navbat, elektron ro'yxat, ruxsatnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat yoki sanitariya va xavfsizlik talablariga bog'lab qo'yilgani sababli odamlar buni pensionerlarni kiritishmayapti deb qabul qilmoqda. Oldin ko'p joylarda tartib ancha sodda edi. Masalan, odam pasportini olib borardi, navbatda turardi, xodimga kirardi, ariza yozardi. Muammo shu yerning o'zida ko'rib chiqilardi. Pensionerlar ko'pincha men yosh katta odamman deb kiraverar, qo'riqchi ham, mas'ul xodim ham vaziyatga qarab yo'l qo'yar edi. Hozir esa ko'plab muassasalarda kirish nazorati, elektron navbat, qabul kuni oldindan yozilish, bazadan tekshirish, vakolatnoma talab qilish, biometrik identifikatsiya yoki faqat tegishli bo'limga kirish kabi tartiblar ko'paydi. Natijada yoshi katta odam eshik oldida to'xtatilsa, u buni yoshiga nisbatan cheklov deb o'ylaydi. Men bu yerda masalaning ildizini ko'rsatmoqchiman. Muammo pensionerlarning huquqi bekor qilinganida emas, balki xizmat ko'rsatish tartibi murakkablashganida. Endi ayrim joylarda kelgan odamning kimligi aniq bo'lishi kerak. U haqiqatan shu xizmatdan foydalanishga haqlimi? Hujjatlari to'g'rimi? U vakil sifatida kelgan bo'lsa, vakolatnomasi bormi? Bu hududga kirishga ruxsat etilgan degan savollar birinchi o'ringa chiqmoqda. Shuning uchun men sizga qaysi holatda kirish haqiqatan cheklanishi mumkinligini, qaysi holatda esa xodimning rad javobi noto'g'ri bo'lishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Birinchi muhim qoida, davlat xizmatidan foydalanish huquqi yoshga qarab bekor qilinmaydi. Pensioner ham fuqaro, uning ham ariza berish, ma'lumot olish, shikoyat qilish, tibbiy yordam olish, bank xizmatidan foydalanish, sudga murojaat qilish, mahallaga borish huquqi bor. Agar kimdir siz pensionersiz, sizni kiritmaymiz desa, men bunday gapni darhol yozib olishni, xodimdan rad etish sababini yozma ravishda berishni so'rashni maslahat beraman. Chunki og'zaki gap bilan huquq cheklanmaydi. Har qanday cheklovning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Ikkinchi qoida, muassasa binosiga kirish bilan xizmat olish huquqi bir xil narsa emas. Masalan, ayrim bank filiallarida naqd pul operatsiyasi faqat kassada, kredit masalasi faqat alohida menejerda. Pensiya kartasi masalasi esa alohida oynada ko'riladi. Qo'riqchi odamni umumiy zalga kiritmay, sizning masalangiz tashqaridagi terminal orqali navbat olish bilan hal bo'ladi deyishi mumkin. Bu taqiq emas, tartib. Lekin xodim qo'pol muomala qilsa yoki odamga boshqa yo'l ko'rsatmasa, bu allaqachon xizmat sifati muammosi bo'ladi. Uchinchi qoida. Ayrim muassasalarda xavfsizlik cheklovi bor. Masalan, harbiy qism yopiq ishlab chiqarish hududi, maxsus laboratoriya, sudning yopiq majlisi o'tayotgan zali, bolalar muassasasining ichki hududi, shifoxonaning reanimatsiya bo'limi, arxivning maxfiy hujjatlar saqlanadigan xonasi. Bunday joylarga nafaqat pensioner, balki har qanday odam ruxsatsiz kira olmaydi. Farq shundaki, pensioner odam o'z ishini hal qilish uchun kelgan bo'lishi mumkin, lekin unga bu xonaga emas, qabul bo'limiga boring deb yo'naltirishlari kerak. 4-qoida. Tibbiy muassasalarda ham kirish tartibi xizmat turiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun 6-8 yoshli opa poliklinikaga keldi. U kardiolog ko'rigidan o'tmoqchi. Agar u ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, undan avval registraturaga borish, yo'llanma olish yoki elektron navbat olish so'raladi. Bu pensioner kiritilmaydi degani emas. Lekin u shoshilinch holatda, masalan, qon bosimi 200 ga chiqqan, ko'krak og'rig'i bor, nafas qisilyapti, hushdan ketish holati bo'lsa,
uni navbatga qo'yib kutirish noto'g'ri. Bunday vaziyatda tez yordam yoki shoshilinch yordam bo'limi darhol ko'rishi kerak. 5-qoida ayrim muammolar qarindoshlar orqali hal qilinayotganda vakolatnoma talab qilinadi. Masalan, 72 yoshli ota bankdagi hisobidan pul yechmoqchi, lekin o'zi bora olmaydi. O'g'li bankka borib, otamning pulini bering desa, bank bera olmaydi. Bu pensionerga qarshi taqiq emas, balki moliyaviy xavfsizlik. Chunki bank xodimi bilmaydi, ota rozi bo'lganmi? O'g'il haqiqiy vakilmi? Hujjat qalbaki emasmi? Bunday holatda notarial vakolatnoma yoki bank belgilagan rasmiy tartib kerak bo'ladi, menimcha. Eng ko'p ehtiyot bo'lishi kerak bo'lganlar hujjatsiz yoki eski hujjat bilan yuradigan pensionerlar. Masalan, ayrim yoshi katta insonlar eski pasportini almashtirmagan, ID karta olmagan, propiskasi boshqa joyda. Telefon raqami o'z nomida emas, bank kartasi muddati tugagan, pensiya hujjatlarida ism, familiya har xil yozilgan bo'lishi mumkin. Ana shunday mayda ko'ringan nomuvofiqliklar eshik oldida ham, oynada ham muammo tug'diradi. Xodim odamning yoshiga emas, hujjatdagi mos kelmaslikka qaraydi. Ikkinchi toifa, boshqa birov nomidan ish yuritayotgan qarindoshlar. Masalan, kelin qaynonasining pensiya masalasini hal qilmoqchi. Nabira bobosining bank kartasini tiklatmoqchi. Qiz onasining nafaqa hujjatini topshirmoqchi. Agar vakolatnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjat, qarindoshlikni ko'rsatuvchi hujjat yoki tegishli ariza bo'lmasa, ko'plab muassasalar hujjat qabul qilmasligi mumkin. Odamlar esa onam pensioner bo'lgani uchun kiritishmadi deydi. Aslida muammo vakolat tasdiqlanmaganda bo'ladi. 3-toifa. Imtiyoz yoki nafaqa olish uchun noto'g'ri manzilga borayotganlar. Masalan, odam kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz so'ramoqchi, lekin bankka boradi. Bank uni mahallaga yoki tegishli tashkilotga yuboradi. Yoki nogironlik bo'yicha hujjatni pensiya bo'limiga olib boradi, lekin avval tibbiy mehnat ekspertizasidan o'tish kerak bo'ladi. Bunday aylanib yurish ko'p asabni yeydi, ayniqsa yosh katta odam uchun. Shuning uchun har bir ishning manzilini oldindan aniqlash kerak. 4-toifa telefon orqali kelgan yolg'on xabarlarga ishonadiganlar. Oxirgi paytlarda firibgarlar pensiyangiz to'xtab qoladi, kartangiz blok bo'ladi, muassasaga kiritilmaslik ro'yxatiga tushibsiz, ma'lumotlarni tasdiqlang deb qo'ng'iroq qiladi. Keyin karta raqami, SMS kod, pasport ma'lumoti yoki ilova parolini so'raydi. Men aniq aytaman, hech qaysi rasmiy idora SMS kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu xavfli signal. Agar pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjati joyida bo'lsa, yashash manzili tartibda bo'lsa, xizmatga oldindan yozilgan bo'lsa yoki qaysi bo'limga borishini bilsa, odatda xavotirga asos yo'q. Masalan, 66 yoshli aka pensiya kartasini yangilash uchun bankka boradi. U ID kartasini olgan, eski kartasini olib kelgan. Telefon raqami o'z nomida. Bank uni qabul qiladi, navbatdan o'tkazadi, kerakli arizani rasmiylashtiradi. Bu yerda yosh muammo emas. Yoki 70 yoshli opa mahallaga moddiy yordam bo'yicha maslahatga boradi. U pasporti, pensiya daftarchasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, yashash manzili haqidagi hujjat, oilaviy holatini ko'rsatuvchi ma'lumotlarni olib borsa, mas'ul xodim uning murojaatini ko'rib chiqishi kerak. Agar bugun qabul kuni emas deyilsa, qabul kuni va mas'ul shaxsning ismi aytilishi kerak. Agar umuman kiritmaymiz deyilsa, bu allaqachon savol tug'diradi. Yana bir misol, 75 yoshli bobo shifokorga ko'rinishi kerak. U oilaviy poliklinikaga borishdan oldin registraturaga qo'ng'iroq qilib, qaysi kuni terapevt qabul qilishini so'raydi. Agar yo'llanma kerak bo'lsa, avval terapevtga kiradi, keyin tor mutaxassisga yo'llanma oladi. Shu tartibni bilgan odam eshik oldida qaytarilmaydi. Qaytarilsa ham sababni tushunadi va keyingi qadamni to'g'ri tanlaydi. Birinchi vaziyatni olaylik. Olib to'qqiz yoshli pensioner bankka borib, o'z pensiya kartasidan katta miqdorda pul yechmoqchi. U odatda har oy 1.500.000 so'm atrofida pensiya oladi, lekin bu safar 8 million so'm yig'ilib qolgan pulni yechmoqchi. Bank xodimi qo'shimcha tekshiruv qiladi. Shaxsini aniqlaydi, ba'zan savollar beradi. Odam meni shubha qilishyapti, pensionerlarni kiritmay qo'yishdi deb xafa bo'lishi mumkin. Asli bank firibgarlikdan himoya qilmoqda. Chunki aynan yoshi katta odamlar telefon firibgarlarining qurboniga aylanishi ko'p uchraydi. Ikkinchi vaziyat. 70 yoshli opa reanimatsiyada yotgan turmush o'rtog'ini ko'rmoqchi. Shifoxona uni ichkariga kiritmaydi yoki faqat ma'lum vaqtda, ma'lum tartibda kirishga ruxsat beradi. Bu ham pensionerga nisbatan taqiq emas. Reanimatsiyada infeksiya xavfi,
bemorning ahvoli, shifokorlarning ish jarayoni, boshqa bemorlarning maxfiyligi bor. Lekin shifoxona qarindoshga bemor holati haqida ma'lumot berish tartibini tushuntirishi, mas'ul shifokor bilan gaplashish imkonini yaratish kerak. 3-vaziyat. 65 yoshli ayol o'z nabirasining bog'chasiga kirib, guruhxonasigacha borishni xohlaydi. Bog'cha qo'riqchisi uni ichkariga kiritmaydi. Ayol, men bu bolaning buyisiman deydi. Lekin bog'cha bolaning xavfsizligi uchun faqat ota-ona yoki rasmiy vakilni kiritishi mumkin. Agar ota-ona oldindan buni olib ketuvchi shaxs sifati yozdirgan bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Aks holda bog'cha xodimi haqli ravishda ehtiyot bo'ladi. 4-vaziyat. Yig'tibiling yoshli ota pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan deb o'ylaydi. U pensiya jamg'armasiga boradi, lekin undan mehnat daftarchasi, ish staji haqidagi arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma so'raladi. Ota meni qabul qilishmadi deb qaytadi. Aslida qabul qilingan bo'lishi mumkin, lekin masalani hal qilish uchun hujjat yetmagan. Bu yerda eng to'g'ri yo'l talab qilingan hujjatlar ro'yxatini yozdirib olish, qaysi arxivga borish kerakligini aniqlash va arizani kirim qildirish. Eng nozik jihat shuki, ayrim xodimlar tartibni noto'g'ri tushuntiradi. Masalan, sizni kiritmaymiz deyish o'rniga, sizning masalangiz bo'yicha qabul seshanba va payshanba kunlari, mana telefon raqam, mana navbat olish tartibi deyish kerak. Fuqaro xizmatga kelganda unga yo'l ko'rsatilishi shart. Men har doim shuni maslahat beraman. Eshik oldida bahslashib qolmay, xotirjam ohangda iltimos, rad etish sababini ayting. Qaysi hujjat asosida, qaysi bo'limga murojaat qilman deb so'rang. Yana bir nozik jihat, elektron tizimlar. Ko'p pensionerlar telefon ilovalari, SMS tasdiqlash, elektron navbat, onlayn ariza bilan qiynaladi. Bu ularning aybi emas. Lekin hozir ko'plab xizmatlar raqamlashtirilmoqda. Shu sababli yoshi katta odamning yonida ishonchli farzandi yoki nabirasi bo'lish foydali. Faqat bir shart bor. Hech qachon bank paroli, SMS kod, plastik karta PIN kodi, davlat xizmatlari paroli boshqalarga berilmasin. Hatto yaqin qarindoshga berishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 3-nozik jihat, sog'liq holati. Ayrim muassasalar binosida lift yo'q, kutish zali tor, navbat uzun bo'lishi mumkin. Pensioner odam bunga chidolmasligi mumkin. Bunday vaziyatda nogironligi bor shaxslar, harakatlanishi qiyin bo'lgan keksalar yoki yotib qolgan bemorlar uchun uyga borib xizmat ko'rsatish, ishonchli vakil orqali murojaat qilish, pochta orqali ariza yuborish yoki telefon orqali maslahat olish imkoniyatlari bor yo'qligini so'rash kerak. Hamma joyda bir xil bo'lmasligi mumkin, lekin so'rash kerak. 4-nozik jihat, rasman degan so'z. Odamlar ko'pincha internetda rasman taqiqlanadi degan sarlavhani ko'rib, matnni o'qimasdan vahimaga tushadi. Men ekspert sifatida aytaman, rasmiy axborot faqat qonun, qaror, nizom, buyruq yoki vakolatli organ e'lonida bo'ladi. Telegramdagi noma'lum kanal, audio xabar, qo'shnining gapi bozordagi mish-mish rasmiy manba emas. Har safar rasman degan so'zni ko'rsangiz, birinchi savol bering: qaysi hujjat, qaysi sana, qaysi organ, qaysi modda? 5-nozik jihat. Muassasaga kirish taqiqlangani bilan murojaat qilish taqiqlangani boshqa narsa. Masalan, bino ta'mirda bo'lishi mumkin, karantin yoki sanitariya cheklovi bo'lishi mumkin. Xavfsizlik sababli ichki hudud yopilgan bo'lishi mumkin. Lekin fuqarolar uchun alohida qabulxonasi, telefon, elektron pochta, yagona darcha yoki yozma murojaat kanali bo'lishi kerak. Agar bir eshik yopiq bo'lsa, boshqa qonuniy yo'l ko'rsatilishi kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, har bir pensioner o'z hujjatlarini tartibga keltirsin. ID karta yoki pasport, pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, zarur bo'lsa-ga nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar alohida papkada tursin. Bu papkani farzandlar ham bilsin. Lekin bank parollari va SMS kodlar alohida, xavfsiz saqlansin. Ikkinchi qadam, muassasaga borishdan oldin qo'ng'iroq qiling. Qabul kuni qaysi kun, qaysi soatda, qaysi xona, qaysi hujjatlar kerak oldindan yozilish kerakmi? Vakil borsa bo'ladimi? Arizani elektron yuborsa bo'ladimi? Shularni aniqlang. Birgina telefon qo'ng'irog'i 3 soat navbat kutishning oldini olishi mumkin. 3-qadam, agar sizni eshikdan qaytarishsa, darhol janjal qilmang. Xodimning ismi, lavozimi, rad etish sababi, murojaat qilish tartibini so'rang. Menga yozma ravishda tushuntirib bering deb ayting. Agar yozma javob berishmasa, o'zingiz ariza yozing.
Men falon kuni falon muassasaga murojaat qildim. Meni qabul qilishmadi. Sababini tushuntirishni so'rayman deb. Arizaning ikkinchi nusxasiga kirim raqami qo'ydiring. 4-qadam huquqingiz buzilsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Masalan, bank bo'yicha bankning bosh ofisiga yoki markaziy bankning murojaat kanallariga, tibbiyot bo'yicha sog'liqni saqlash boshqarmasiga, mahalla yoki ijtimoiy yordam bo'yicha tuman mas'ullariga, davlat xizmati bo'yicha tegishli agentlik yoki yagona murojaat tizimlariga yozish mumkin. Muhimi, murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin, sana, vaqt, joy, xodim, nima so'raldi, nima javob berildi, qanday zarar yetdi. 5-qadam. Qarindoshlar masalasini oldindan hal qiling. Agar ota yoki ona yoshi katta bo'lsa, yurishi qiyin bo'lsa, bank, tibbiyot, pensiya, kommunal to'lovlar bo'yicha kim yordam berishini o'ylida kelishib oling. Kerak bo'lsa notarial vakolatnoma rasmiylashtiring. Vakolatnomada aynan qaysi ishlarni bajarish mumkinligi aniq yozilsa, ariza topshirish, ma'lumot olish, pul olish, bank kartasini tiklash, shartnoma imzolash. Umumiy va noaniq vakolatnoma keyin muammo keltirishi mumkin. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir telefon qilib, pensionerlar ro'yxati yangilanyapti. Muassasaga kirish uchun kod ayting. Pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun karta raqamini yuboring desa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon SMS kodini aytmang. Hech qachon noma'lum havolaga kirmang. Hech kartangizni begona odam qo'liga bermang. 7-qadam, pensionerning o'zi ham o'z huquqini bilsin. Meni yoshim katta, men hech narsani tushunmayman deb chekinmaslik kerak. Savol berish uyat emas, ariza yozish uyat emas, yozma javob talab qilish uyat emas. Men har doim aytaman, xotirjam, hurmat bilan, lekin qat'iy gapiring. Iltimos, menga tartibni tushuntiring. Qaysi hujjat yetmayapti? Qachon kelsam bo'ladi? Murojaatimni kirim qiling degan jumlalar ko'p eshiklarni ochadi. Demak, pensionerlar endi muassasalarga kiritilmaydi degan gapni bir tomonlama tushunish noto'g'ri. Pensionerlarning umumiy huquqlari saqlanadi, lekin ayrim muassasalarda xavfsizlik, elektron navbat, hujjat, vakolatnoma va ichki tartib talablari kuchaygan. Kim hujjatini tartibga keltirsa, oldindan ma'lumot olsa, kerakli arizani yozsa va o'z huquqini xotirjam talab qilsa, ko'p muammolarning oldini oladi. Men sizdan so'rayman, sizning hududingizda pensionerlarni qaysi muassasalarda ko'proq qiynashadi? Bankdami, poliklinikadami, mahalladami yoki pensiya bo'limidami? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men keyingi videolarda pensiya, imtiyoz, bank kartalari, tibbiy xizmat va davlat idoralarida huquqni qanday himoya qilish haqida yana aniq va foydali ma'lumotlar beraman.